Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Demak, hop, testimizni boshlaymiz. Ya'ni IDC matematikadan boshlang'ich test, 14-mavzugacha bo'lgan mavzudan tuzilgan test. 30 ta test, shuni ko'rib chiqamiz yechimlarini. Hop, demak, birinchi savolimizda test oson tuzilgan edi anchagina. Hop, birinchi savolimizda har xil raqamlar bilan yozilgan eng katta 3 xonali son. Har xil raqamlar 987. Hop. Va bir xil raqamni eng kichik sonni ayirdi. Ya'ni eng kichik ikki xonali son degan. Eng kichik narsa bir xil raqam bo'lsa 11. Ayiradigan bo'lsak bu 976. Ya'ni bizda bo'lyapti bu. Teoring to'g'ri degan. Ikkinchisi 24 bo'lingan 8 ko'paytirilgan 14 minus 11 minus 8 plus 12. 24 ni 8 ga bo'lsak 3, buni qovusning ichini ko'paytiradigan bo'lsak, ayirsak 3 bo'lyapti, minus 8 plus 12. Buni hisoblasak 13 ga to'g'ri kelyapti ekan. Hop. Teoring hop. Uchinchisi qo'shuvchilar bor ekan bir nechta. x1 qo'shuvchi deyin. x1 qo'shuvchiga ayrilib 2 ayrilsa, plus x2 qo'shuvchidan 2 ayrilsa, plus va hokazo shunaqa xn qo'shuvchidan 2 ayrilsa, mana shu ayrilgan sonlardan minus 2 lar nechta bo'lyapti? N ta bo'lyapti. O'sha ayrilgan sonlar 2 lardan n ta qatnashgan bo'lsa, n ta 2 ayrilsa, ayrilganlar hammasi hop 14 ga tegan ekan. N'imiz tegan ekan 7 ga. Demak, mana bu yerda 7 ta son qatnashgan ekan. Hammasi. O'sha 7 ta sonning endi har birini 3 taga ko'paygan bo'lsa, 7 ga ko'paygan 3, ya'ni ifodaning qiymati 21 ga teng qoladi. Demak, to'g'ri kelyapti. Hop, to'rtinchisida A tonna B kilogramm C gramm deyapti ekan. C gramm. Hop. Mana shuni hammasini, mana shu ifodaning hammasini kilogrammga o'tkazibdi. Ya'ni kilogrammga chiqarib beryapti. A tonna degani 1000 kilogramm degani. 1000 ta A kilogramm plus B kilogramm o'zi plus C grammdan kilogramm o'tish uchun 1000 ga bo'lamiz. C taqsim 1000 kilogramm. Hop, demak 1000 ta A plus B plus C taqsim 1000, ya'ni A varianti to'g'ri kelyapti ekan. Beshinchisida 10 kilogramm sutdan 10 kilogramm sutdan 2 kilogramm qaymoq olinar ekan. Qaymoq. Demak, 1 kilogramm qaymoq qancha bo'ladi? 1 kilogramm qaymoq bizda bo'lar ekan 5 kilogramm sutdan olinar ekan. 1 kilogramm qaymoq 5 kilogramm sutdan olishimiz mumkin. Endi hop 10 kilogramm qaymoqdan, endi 10 kilogramm qaymoqdan hop 2 kilogramm sariyog' olinar ekan. Sariyog'. Demak, sariyog' 1 kilogramm sariyog'imiz bizda 1 kilogramm sariyog'imiz 5 kilogramm qaymoqdan olinar ekan. 5 kilogramm qaymoqdan 1 kilogramm sariyog' chiqar ekan. Demak, endi aytayapti ekan, 2 kilogramm sariyog' olish uchun qancha sut kerak bo'ladi? 2 kilogramm sariyog' olish uchun hop bundan 10 kilogramm qaymoq kerak bo'ladi. 10 kilogramm qaymoq kerak bo'lyapti. Hop, 10 kilogramm qaymoq hosil qilish uchun 2 marta ko'p bo'ladigan bo'lsa 20 kilogramm sutdan sut kerak bo'lar ekan. 2 kilogramm sariyog' olish uchun 20 kilogramm sut kerak bo'lar ekan. Bizda bu A varianti to'g'ri kelyapti ekan. Hop, 6-sida x kvadrat plus 6x plus 77. Mana shuning eng kichik qiymatini topyapti ekan. Mana shu songa misol keladigan bo'lsa, demak, eng kichik qiymatini qanday topamiz? Birinchi buni qisqa ko'paytirish formulasiga keltirishimiz kerak. X kvadrat plus 6x 6 bo'layotgan bo'lsa, bu demak 9 bo'lgan. Plus 9 77 bo'lish uchun nechini qo'shishimiz kerak? 68 mi? Hop, mana bu yergacha bo'lgan qismni formula beryaptimi? X plus 3 ning qovus kvadrati plus 68. Qachonki mana bu ifoda 0 ga teng bo'lsa, bu eng kichik qiymatga erishadi. Qachonki 0 bo'lib qolsa, hop,
Demak, x plus 3imiz 0 bo'lganda bu eng kichik qiymatga erishgan. Eng kichik qiymat necha bo'ladi shunda? 68 mi? Demak, eng kichik qiymatimiz 68 bo'lar ekan. Ya'ni x ning qanday qiymatda desangda x teng -3 ta. Tushunarli? X teng -3 ta 68 ga erishadi. Undan boshqa qiymatlarning hammasida bu katta qiymat. Masalan, buni qiymati -5 yoki -2 bo'lsa, -2 ning kvadrati plus bo'ladi, 68 ga qo'shib turar ekan. Xo'p, 7-si. 7-sida 68 degan javob bizda savrin turibdi ekan. 7-sida a barobar 0,12 b barobar 0,121 c barobar 0,121. Hop, demak bu yerda 12 davom etgan. 12 shunaqa davom etgan. C 0,121 shunaqa ketyapti. Bu yerda esa 0,121 shunaqa taqib ketgan. Birinchi qism hammasida teng. Ikkinchi qism ham teng. Uchinchi qism ham teng. To'rtinchi qismga o'tganimizda bu yerda 1 bo'lib qolyapti. Bular 2 dan. Demak, eng kichkinasi b ekan. B eng kichkina. Keyingisi 1 teng. 1 2 bo'lyapti ekan. Demak, keyingisi c, eng kattasi a bo'lgan ekan. B, C, A. Ya'ni bizda bu B variantga to'g'ri kelyapti. Hop, keyingisi 8-sida. 8-sida 15 26 oraliqda, mana shu ora kesmada nechta murakkab son bor deb, murakkab son, ya'ni x dan ortiq bo'luvchi ega bo'lgan sonlar. 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 6, 7. Demak, 7 ta murakkab son bo'ladigan bo'lsa, savrin to'g'ri kelyapti. Hop. Keyingisi, hop, 9-sida. 9-sida 3/5 va 5/6 sonlari orasida mahraji 60 ga teng bo'lgan, ya'ni mahraji A/60 ga teng bo'lgan nechta kasr son bor debdi. Nechta qisqarmaydigan kasr son bor deyapti. Mahrajni 60 qo'shishni 12 ga ko'paytiraman, bunisini esa 10 ga ko'paytiraman. Demak, 12 ga ko'paysam 36, 36/60. Bunisi 50/60. Qisqarmaydiganlari 37 ta qisqarmaydi, 37/60. Hop, 38 2 ga qisqaradi, 39 3 ga qisqaradi, 40 2 ga qisqaradi, 41/60. 43/60. 44 45 5 ga qisqaradi, 46 2 ga, 47/60. 49/60. 5 ta son bor ekan orasida qisqarmaydigan. Devrim to'g'ri 5 ta. Devrim to'g'ri. Hop. Keyingisi 10-sida. 10-sida hop, 28 darajasida 35 plus 696 darajasida 1256, bun darajasida 9666 shunaqa tartib etgan ekan. Yig'inning oxir raqamini topdi. 35 ni buni 4 ga bo'laman, 8 darajasini 35/4 plus 6 ning ixtiyoriy darajasi 6 bilan tugaydi. Demak, bu tomon 6 ekan. 35 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq necha chiqadi? 3 ekan qoldi. Qoldiq 3 bo'lsa plus 6. Qoldiqni darajaga olib kelib yozdik. 8 3-sinin oxir raqami 2. 512 bo'ladi. 2 plus 6. Demak, bu sonning oxir raqami 8 bilan tugagan ekan. Savrin to'g'ri keldi. 11. 11-sida AB plus BA. Ifodaning qiymati yig'indisi 110 ga teng ekan. Bizdan so'rayapti A plus B ning qiymati. Xo'p, buni yozaman. 10 ta A plus B plus 10 ta B plus A teng ekan 110. Xo'p, A dan 11 ta A plus 11 ta B teng 110.
Hammasini 11 ga bo'laveradigan bo'lsak, a plus bimiz teng ekan nechi bo'ladi shunda? 10. Ya'ni a plus b ning qiymati 10 ga teng bo'lgan ekan. Qancha vaqt ketadi misolga? 1 minut ketadimi? 1 minut ketmaydi. 12. 12-chisida demak 20 dan deyapti ekan 70 gacha bo'lgan oraliqda nechta egizak tutson bor? Egizak tutson nima edi? Orasidagi farq 2 ga teng bo'lishi kerak. Ikkita tutsonni. 29 bilan 31 birinchisi. Keyin tutson nechchani? 31 dan keyin 39 mi? 39 bilan 41. 39 41 tutson 39 tutson bo'lmaydi. 37 tutson, lekin bu yerda egizagi yo'q. 41 bilan 43. 43. Xo'p. Keyin 47 tutson, u yerda egizak bo'ladigan son yo'q. Xo'p. 59 bilan 61. Yana tutson keyin necha bor bizda? 69 bor. 69 bilan 71 bo'lardi. Bu 70 gacha ekan. 3 ta ekan. 3 ta bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bu Severin to'g'ri kelyapti ekan. Keyingisi, xo'p, 13. 13-chisida 2 ning 8-chisi plus hop 2 ning 8-chisi plus 4 ning 4-chisi bo'lingan deyapti ekan. Ko'paytirilgan ekan. 5 ning 6-chisi ko'paytirilgan 50 ning 4-darajasi. Soni necha xonali son debdi? Hop. 4 ning 4-chisi nima degani? 2 ning 2-chisimi? Va 2 ning 8-chisi, bu ham 2 ning 8-chisi ekan. Plus o'rta. Ko'paytirilgan 5 ning 6-chisi. Buni yozaman. 5 ko'paytirilgan 10 ning 4-chisi deyman. Hop, bu yerda 2 ning ko'paygan 2 ning 8-chisi ko'paytirilgan 5 ning 6-chisi ko'paygan 5 ning 4-chisi ko'paytirilgan 10 ning 4-chisi. Hop. Demak, 2 dan nechta bor bu yerda? 9 ta bor 2 dan. 5 dan 10 ta bor ekan. Ko'paytirilgan 10 ning 4-chisi. 14-ni tuttirsin. 2 ni 9-chisi ko'paytirilgan 5 ni ham 9-chisi deyman. Bitta 5 yozdim. Ko'paygan 14-chisi. Mana bu ikkalasi. 5 ko'paytirilgan 10 ning 9 ni 2 kere 5 10 ning darajasi 9 yozdim. Ko'paygan 14-chisi. 5 10 ning 9-chisi 10 dan 4 tasi bor. Qo'shoradigan bo'lsam 10 ning 13-chisi. Mana bu yerda 13 ta son bor ekan, bu yerda bitta son bor ekan. Demak, umumiy 14 xonali son ekan bu. 14 xonali son. Bari to'g'ri kelyapti. Hop, keyingisi 14. Hop. A bizda raqam debdi. A tegishli ekan, demak raqam 0 dan 9 gacha bo'lgan. Hop. N tegishli n deyapti ekan. N'imiz ham bizda natural son ekan. Hop. Bizda aytilyapti ekan endi a nuqta 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 a debdi. Bu yerdan a dan n ta bor ekan. Buning kvadrati teng ekan bu a ko'paygan demak, hop. A dan n minus bitta 8 va keyin nollardan ham n minus bitta ko'paygan 1 ekan. Shunaqa ko'rinishdagi son bo'lar ekan. Bu qaysi son? Qaysi sonning kvadrati shunaqa tugaydi degan. Hop, demak 9 dan bitta desam 9 ning kvadrati desam a 9 bo'lyapman. 81 mi? Hop, 1 bor, 8 bor. n minus 1 bo'lgani uchun, bitta son bo'lgani uchun 0 0 bo'lib ketgan. Hop, mayli. 99 desak endi. 9 dan 2 ta bor mana bu yerda. 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 9 2 dan 1 ni ayirib yuborsam bitta qolar ekan, bitta 9. 8 yozilar ekan, 0 yozilar ekan. Endi bitta 0 yozilar ekan, chunki 2 ta son bor, bitta 0 yoziladi. Bitta 1. 9801 ekan. Endi 999 bo'ladigan bo'lsa, buning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, 9 dan nechta bor? 3 tami? 3 tadan bittani ayirib tasam 2 ta, 2 ta 9 yozaman ketma-ket. Bitta 8 biz yozilar ekan keyin. n minus bitta 0 bo'ladigan bo'lsa, 3 ta son bor, 2 ta 0 ekan keyin 0, bitta 1. Demak bizda n ning qiymati 9 bo'lgan ekan. Ya, a ning qiymati 9 bo'lgan ekan. A ning qiymati 9 bo'lsa, bu a varianti to'g'ri kelyapti ekan.
Hop. 15. 15-chi misolimizda 600 597. Hop. 594 591. Shunaqa tartibda davom etdi bu plus nuqta plus 306 minus 303. Hop. 600 dan 300 dan ayiradan 300 shuni ayirsam, 600 dan 300 ni olib tashlasam, 300 tasam bormi? 300 ta bo'ladi. Har bittasining orasidagi masofa 3 ga farq qilyapti ekan demak. Hop. 3 ga farq qiladigan bo'lsa, demak 300 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, bu nechta chiqadi? 100 mi? Demak, bu yerda 100 ta qatnashgan son. Endi o'sha 100 ta sonni ikkitasidan bittasini hosil bo'lyapti. Demak, 100 taqsim 2 ko'paytiraman nechaga? 3 ga. 50 bo'ladigan bo'lsa, 50 ko'paytirilgan 3 150 bo'lyapti ekan. Ya'ni mana shunda yig'indini hisoblasak, 150 degan natija chiqar ekan. Avrim to'lgiryapti. Hop, demak, keyingisi 16. 16da 3 ta sonning yig'indisi x plus y plus z yig'indisi 82 ga teng ekan. Hop. Birinchi sonning ikkinchi songa nisbati, demak birinchisi x, y ga nisbati teng ekan. 3 taqsim 4 ga. Hop. Ikkinchi sonning uchinchi songa nisbati. Demak 3 u 5 ga teng ekan. Teng bo'lsa, bu sonlarni toping deyapti ekan. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, x imiz 3 taqsim 4 da y ga teng. Bu yerdan endi z ni topadigan bo'lsak, 5y taqsim 5y taqsim 3 ga teng. Olib kelib qo'yaraman joyiga demak. 3 taqsim 4 da y plus 5y taqsim 3 teng ekan 82 ga. Bularga mahraj bu tomonga 3, bu tomonga 12, bu tomonga 4, bunga 12. Demak 9y plus 12y plus 20 y teng ekan 12 ko'paygan 82. Buni ko'paytira olamiz, shortiraveradi. Shorttirsa, hozir buni sakiradi demak. Bu 41 bo'ladi ekan. 41 y teng 12 ko'paytirilgan 82 bo'ladigan bo'lsa, qisqarib ketdi. Y imiz teng ekan 12 ko'paygan 2 bo'lsa, bu 24 ga. Y ni topdik. Olib kelib qo'yamiz demak bunga yoki bunisiga. Bunga qo'ysak ham. X imiz teng ekan 3 taqsim 4 da 24 bo'ladigan bo'lsa, qisqarib ketsa 6 bo'lyapti. 18. Z imiz demak endi. Biz bunisiga qo'yarsak, demak 5 taqsim 3 ko'paygan 24 deydigan bo'lsak, bu ham 8 bo'lsa, bu 40. 24, 18, 40. Ya'ni A varianti to'g'ri kelyapti ekan. Hop. 17-si. 2 ning 400-darajasi. Hop. 3 ning 300-si. Hop. Keyingisi 5 ning 200-si. Buni taqqoslang degan. Buni taqqoslasak, qanaqa taqqoslaymiz? 2 ning darajasida 4, buning 100-darajasi. Darajani bir qilish kerak yoki asosini biz darajani bir qilamiz. Uchinchisi bu 100. Hop. 5 ning ikkinchisining 100-si. Demak, 16 degan 16 ning 100-si, 27 ning 100-si, 25 ning 100-si. Eng kattasi 27 bo'ladigan bo'lsa 3, 3 ning 300-si ekan. Bu katta ekan 16 bo'lsa 25 bu. 25 5 ning 200-sidan. Hop. Eng kichkinasi 2 ning 400-si ekan. Bizda bu ketma-ketlik teskari tartibda yozilgan ekan, ya'ni A varianti. Biz kamayish tartibida yozib qo'ydik hozir. O'sish tartibida yozish kerak ekan. A varianti to'g'ri kelyapti. 18. 18imizda kitobning narxi A foiz ekan. Hop. Kitob narxi A bo'lgan deylik. Ya, kitob narxi xo'p, A bo'lgan bo'lsa, bu endi A foizga kamaytirilibdi yana.
a foiz kamaytirilgan bo'lsa 1 minus a taqsim 100. Xo'p. Shoki keltirilgan. Uning narxini dastlabki narxini hosil qilish uchun yangi narxini necha foizga oshirish kerak? Ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'lib qolish kerak? Buni hisoblasak hozir a ko'paytirilgan 100 minus a taqsim 100 bo'ladigan bo'lsa, buni teskarisiga ko'paytirish kerak. Ya'ni a ko'paytirilgan 100 minus a taqsim 100 bo'ladigan bo'lsa, buni ko'paytirishim kerak. Hozir 100 taqsim 100 minus a ga ko'paytirishim kerak bo'ladi, shu narsani teskarisiga. Ko'paytirishim kerak bo'ladigan bo'lsa, buni dastlabki narxiga o'tish uchun bu foizda berilgan bo'lsa, endi bu mana bu foiz yo'qolib ketadi bu bilan. Chunki oldingi holat a edi, a foiz edi. A foiz degan a taqsim 100 degan. Xo'p. A taqsim 100 bo'lsa, demak bu a taqsim 100 minus a ga ko'paytirishim kerak bo'ladi. Shunda bular qisqarib ketadi degimi? Mana bu narsa olib keladi bizda. A taqsim 100 ni o'zi. Xo'p, sayyorum to'g'ri ekan. 19. 19-inchisi a kvadrat minus 3a minus 2 teng 0. A ning 4-inchisi minus 39 ta a. Ifodaning qiymati qanaqa bo'ladi? Bu bizda so'ralgan so'roq. Buni soddalashtiramiz demak. A kvadratning kvadrati minus 39a bo'ladigan bo'lsa, buni soddalashtirib qo'ysak, a kvadrat degani 3a plus 2 degani. Olib qo'yaveraman joyiga demak. 3a plus 2 ning kvadrati minus 39a. Olib chiqamiz demak. 9a kvadrat 6 12 plus 12 ta a plus 4 minus 39a. Xo'p. 9a kvadrat ayirib olsak necha bo'ladi? Minus 27a plus 4. Bundan 9 ni qavsdan chiqarsam, 9 ni chiqarib oldim. A kvadrat minus 3a plus 4. Bundan a kvadrat minus 3a teng 2 degan shartni olib qo'yadigan bo'lsak, olib qo'yamiz ikkinchi joyiga bu yerga. Qo'ysak, demak, xo'p, 9 ko'paytirilgan 2 plus 4 bo'ladigan bo'lsa, bu 22 ga teng bo'lyapti. Yirmi ikki degan variant bizda A variant to'g'ri kelyapti ekan. Boya ko'rgandik nechinchidir misolda, mana 20-misolga o'xshab misol deyman yana. Bu yerda ham shunaqa misol berilgan ekan. X kvadrat plus 12x plus 21 ifodaning eng kichik qiymatini toping. Demak, nima qilar ekanmiz buni? Qisqa ko'paytirish formulasiga keltiramiz. X plus 4 ning kvadrati plus 16 bo'ladigan bo'lsa, 21 bo'lishi necha etmay qolyapti? Yo'q, 12 bo'ladigan bo'lsa 36 bo'ladi. Mana bu 6 bo'ladigan bo'lsa 36. 36 dan necha ayirishim kerak? 21 bo'ladi. Minus 15 ni. Minus 15 ni ayirsam 21 bo'lsa, mana bu qachonki 0 ga teng bo'lsa, bu eng kichik qiymatga erishadi. Demak, eng kichik qiymati minus 15 bo'lgan ekan. Minus 15 degan variant sayyorum to'g'ri. Bu ham qisqa ko'paytirish formulasi edi. Xo'p, demak 21. 21-inchisi 1915 ko'paytirilgan 2013 minus 98 minus 1915 plus 2013 ko'paytirilgan 1914. Qolsa choraman demak. 1915 ko'paytirilgan 2013 minus birinchi yozuvchini minus 98 minus 1915 minus 2013 ko'paygan 1914. Bu bilan bu bir xilmi? Qolsa olib chiqsak 2013 ni. 1915 minus 1914 minus 98 minus 1915. 2013 o'z bo'lyapti. 2013 minus 98 minus 1915. Bundan 2013 dan 1915 ni ayirsak. 113 dan 15 ni ayirsam 83 mi? 83 bo'ladigan bo'lsa, demak 98 bo'ladigan bo'lsa, 98 0 ko'tar ekan. Yo'q, 0 ekan. Xo'p. Sayyorum to'g'ri kelyapti. 22. Dastlabki 50 ta tub sonning ko'paytmasi. Demak, 2, 3, 5,
7, 11 shunaqa tartibda ketgan to 47 gacha. Tub sonlar ko'paytirib borilsa, nechta 0 bilan tugaydi? Ya'ni dastlabki 50 ta tub sonning ko'paytmasi nechta 0 bilan tugaydi? Faqatgina 0 mana bu 2 bilan 5 dan hosil bo'ladi. Bitta 0 hosil bo'ladi mana shunda. 10 qoladi. Qolganlarda 0 yo'q. Bitta 0 demak, bitta 0 bilan tugaydi bu ifodaning qiymati. Bitta 0. Bitta 0 bilan tugaydi, demak, bu ham barin tugaydi. O'zi tub sonlarning ko'paytmasi bitta 0 bilan tugaydi. Ya'ni shu 1 dan boshlab cheksiz sonlar davom etadi bo'lsa, shu cheksiz tub sonlarning ko'paytmasi bitta 0 bilan tugaydi. 23. Xo'p, 23-da 11 dan 99 gacha. 99 gacha bo'lgan sonlar ichida raqamlari 7 ga teng bo'lgan sonlarning yig'indisi. Raqamlar yig'indisi 7, 16 birinchisi. Keyingisi 25, 34, 43, 52. Yana necha bor ekan? 61, 70. Yana bormi? Hop, 70 dan keyin yana. Yo'q, oshib ketar ekan. Buni qo'sh deyapti ekan. Qo'shsak bo'lindi. 5, 11, 11 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 15, 18, 20, 21. Demak, bizda 1 bilan tugaydigan oxirgi soni 301 ekan, davom etadi. Boshqa 1 bilan tugagan javob 231 ham bo'ladi. 231 ni 2 bilan katta chiqib ketadi. 301. 24. Ikkita ketma-ket kelgan tog' sonlarining yig'indisi, hop, n bilan n plus 2 deylik. N'imiz 1 bo'ladigan bo'lsa, bunisi 3 bo'ladi. Ketma-ket kelgan sonlar tog' sonlar yig'indisi 3 ga bo'linsa bitta, xo'p, bu son 3 ga bo'linsa, bu yig'inda kamida yana nechta natural songa qoldiqsiz bo'linadi. Demak, bu 2n plus 2 ekan. Bu 3 ga bo'linadigan son ekan. 3 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisi bo'lishi kerak. Demak, 7 bilan 5 qo'shsam necha? 12. 12 qaysi sonlarga bo'linadi? 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga, 12 ga. 3, 6 tami. Demak, shu bo'linadigan son 6 songa bo'linar ekan. Barin pul ekan. Ikkita ketma-ket kelgan tog' sonlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son kamida 6 songa bo'linar ekan. Hop, 25. Mukammal son nima? Mukammal son deb, hop, o'zidan kichik barcha natural yig'indisiga teng, o'zidan kichik bo'lgan sonlarning natural bo'lishlari yig'indisiga teng bo'lgan son. O'zi kirmaydi faqat. 26. Ali, vali berilyapti ekan. Ali bilan vali. Hop, Ali 27 ga karrali sonlar o'ynatdi. 27, 54 shunaqa tartibda o'ynagan. Vali esa 45 ga karrali, 45, 90 shunaqa tartibda o'ynagan. Ular birinchi ular shunday son o'ylaganki, birinchi sonni topyapti. Demak, 27 bilan 45 ning ikokini topishimiz kerak. 45 degani 9 ko'paygan 5 deganimi? 27 degani 3 ning ko'pi ko'paytirilgan. 27 3 ning ko'pi. Hop, 27 ko'paygan 5 ekan demak. 27 ko'paygan 5 bo'lsa, bu 135. Ikoki 135 ekan. Variant kelyapti ekan. Hop, 27. 27-si barcha ikki xonali sonlar ketma-ket yozilishi necha xonali son aslida? O'zi ikki xonali sonlar nechta? 1 dan 99 gacha 99 ta son bo'ladigan bo'lsa, undan 9 tasi bir xonali, 90 tasi ikki xonali. Demak, 90 ta ikki xonali son bo'ladigan bo'lsa, 90 ta ikki xonali son bor. Mana yozilgan. 10, 11, 12, 89, 90, 99, 98, 99 ko'rinishda yozgan. Ular necha xonali son bo'ladi? Hammasi ikkitadan bo'lsa, 90 ta bo'lsa, hammasi ikki xonali bo'lsa, 90 ko'paygan 2, 180 xonali bo'lgan. 180 xonali son hosil bo'lar ekan. Xo'p. Keyingisi. Davom etmayapti ekan bu. Keyingisi 28 da. Xo'p. X ning qiymati 10.2 ga teng, Y ning qiymati -9.2 ga teng. Xo'p, bizdan so'rayapti ekan. X ning kubi plus Y ning kubi. X ning kvadrati plus
x kub x kvadrat plus y ning kubi plus y kvadrat plus 5x y debdi. Ifodaning qiymatini toping degan. Bu bilan buni formulaga qo'yaman. Bu bilan buni formulaga qo'yaman. Vid teoremasiga tushirish uchun x plus y ning qovus kubi deyman, minus 3x y ko'paygan x plus y deb yozib oldim. A kub plus b kubga asosan plus buniki x kvadrat plus y kvadrat degan x plus y ning kvadrati minus 2xy plus 5xy mana o'zi. Bu nimaga teng? Yig'indisi x plus y ning yig'indisi 1 ga teng ekan, ayrilib ketsa 1, 1 ning ko'pi 1 minus 3xy bu ham 1 plus bu ham 1 minus 2xy plus 5xy. Qisqarib ketgan bular. Ifodaning qiymati 2 chiqqan ekan. 2 bo'ladigan bo'lsa a variant to'g'ri kelyapti. Xo'p, keyingisi 29. Turnirda olingan 80 ta medaldan, jami bizda medallar 80 ta. 80 ta medalimiz bor jami. Xo'p. Medaldan 80 ta medaldan 48 tasi oltin va kumush ekan. Oltin bilan kumush 48 ta. Nechta qoladi shunda bronzaga? 80 dan 48 narsak 32 ta qoladi. 32 tasi bronza ekan. Xo'p, jami medallarning necha foizi bronza medal tashkil etadi demak? 80 ni 100% desam, 32 ni x foiz deyman. Bundan proporsiya qilsak demak 80 ko'paytirilgan x barobar 32 ko'paytirilgan 100. Sarf ketsak demak bu bilan hop butun yo'lni hisoblab olaylik. 4 bo'ladigan bo'lsa x imiz 40% ni tashkil etar ekan. A variant to'g'ri kelyapti. Xo'p, keyingisi mana bu yerga sodir olishni 30 ni ham 30-misolimizda 1 dan 125 gacha bo'lgan sonlar bor ekan. Ko'paytmas 1 2 3 4 hokazo 125. Mana shu ko'paytma debdi. 5 ning qanday eng katta darajasiga bo'linadi? 5 ning eng katta darajasiga bo'linadi. 125 ni bo'laman 5 ga. 5 plus 125 ni bo'laman 5 ning kvadratiga. 125 ni bo'laman 5 ning 3-siga. 5 ning 3-si biz necha? 125 bo'lyapti. Xo'p, 125 ni 5 ga bo'lsak 25. 25 ga bo'lsak 5. 125 ni 125 ga bo'lsak 1. Demak 31. Mana bu n bizda 31 ga teng bo'lgan ekan. Ya'ni bu mana shu 1 dan boshlab 125 gacha bo'lgan sonlar hammasini ko'paytirib chiqsak 5 ning 31-darajasiga bo'linar ekan. Xo'p, D variant to'g'ri kelyapti. Xo'p, shu yerda tugatamiz misolimiz testimizda. Kimdadir agar savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.